bitta mana shu fasadi kichkinaligi sababli butun bir 10 sotixli uchastka yer narxida berib yuborilyapti. Kelasiz sanatoriya Oqko'prikdan ko'rsatamiz, akalar 10 sotixli uchastkani yer narxida qo'yib yuboryapmiz. Mana bu ko'chalarga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, tupik mahallada joylashgan. Mahallani ko'ryapsizmi? Gaz, svet, umuman muammosi bo'lgan joylarda. Mana shu darvozaxonamizdan kirilyapti. Akalar, ichkariga mashina qo'ysa bo'ladimi desanglar, bemalol mashina olib kelib qo'ysanglar bo'ladi. Va yo'liga 3 ta mashina bemalol sig'adigan joyni ko'rishimiz mumkin. Mana bu hovlisini ko'ryapsizmi? To'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. Katta ziloniy zona, mevali daraxtlarni, har xil daraxt, gullarni ekib tashlashgan. O'zining imorati bor, eski imorati bor. Bu yoqni o'zida 5 ta, 6 ta xonalar bor. Remontlari o'rtacha holatda. Hovli etagini ko'ryapsizmi? Yoki yo'q, menga 10 sotiq katta, 5-6 sotiq yoki 7-8 sotiq kerak bo'ladi desangiz ham, yoki orqa tarafdan egalari ko'cha ochtirib beraman deb aytishyapti. Qolsiz 2 ta uchastka qilib qo'yaman desangiz ham bo'ladi. Kattaroq villa, qanaqa dacha qilib qo'yaman desangiz ham, yoki bunday ideal variant ko'rsata olmayman. Kelis sanatoriya Oqko'prikda joylashgan. Umumiy narxi $120,000 ga berib yuborilyapti. Shunda o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, 1 sotiq yeri narxi sizga $12,000 dan aylanayapti-da. $12,000 dan umumiy $120,000 ga 10 sotiqlik katta uchastka berib yuborilyapti. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar.